Yerga yot. Tezda mashinadan chiqinglar dedim. Qo'lingni ko'tar, qo'llaringni ko'tar dedim. Tezda qimirla, tezroq. Tezda tashqariga chiq. Qo'ling ko'rib tursin, qurolga qo'l tekkiza ko'rma. Tezroq qimirla, bo'l, tezroq. Ular ahmoq bo'lgani uchun sizni qutqarishmasa kerak. Tezroq, bo'ldi tushundim. Tezda bo'l. Aytganimizni qilsak tirik qolasan. Tezda bo'l. 1-3-7-7. 2 daqiqa. 2 daqiqa. Jinursan. 2 daqiqa. Yerda nima bo'lyapti? Politsiya yo'lga chiqdi. Inkassatorlarni o'ldirdi Elvis. Bu ikkalasini ham o'ldirdi. Birinchi davom ettiramizmi? Davom etamiz. Inkassatorlarni davom ettiramiz. Elvis nima qilyapti? Mashina kelyapti. Nimalar bo'lyapti o'zi? 20 yildan bo'lyapti. Birinchi yigitchani o'ldirdi. U yigitchani o'ldirdi. Tezda ketamiz. Tezda kelish kerak. Uchinchi. Bu yerdan ketdik. Elvis 1 daqiqa qoldi. Ikkinchi guruh ketdik. Гай Ричи фильма. Bosh rolda Jeyson Statham. Inson qahri. Birinchi davom ettiramizmi? Birinchi davom ettiramizmi? Bizda 1 daqiqa qoldi. Bari ketdik. Tez, bo'linglar, tez. Ketamiz. Tezroq bo'ling. Tez, ketdik. Tezroq. Fortica Security butun Los Angelesda inkassatsiya xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan. Mijozlarimiz asosan yirik savdo markazlari, naqd pul bilan ishlaydigan kompaniyalar, pul saqlash omborlari, kazinolar, xususiy banklar. Xususiy tashkilotimiz. Aslida biz vositachimiz. Qo'limizdan har haftada 100 millionlab pul o'tadi. 12 ta mashina, har birida 2-3 xodim, haydovchi, kuryer va qo'riqchi. Har bir kunda 15 million bo'lsa undan ko'pini yetkazadi. Bu esa e'tiborni jalb qilyapti. Yashirib o'tirmayman, ishimiz xavfli. Hamma tayyorgarlikdan o'tadi. Ish haqi juda yuqori. Ishchilarimiz yaxshi uxlashi uchun. Rahmat. Xavfsizlik xizmati seni tekshirdi. Orange Delta Security bergan tavsiyanoma yaxshi taassurot qoldirdi. Yaxshi kompaniya edi, kasodga uchrabdi. Afsusdaman, oilang bormi? Ajrashganman. Farzandlarchi? Yo'q. Bu yaxshi. Xalaqit qilishmaydi. Ma'qullayman. Faqat shuni bor. Yaqinda bir nechta xodimdan ayrildik. Ishda o'ldirishdi. Guvohlarni ham. Bu haqiqiy fojia. Aybdorlarni hali ham topa olishmadi. O'sha ablahlarni shunga tayyorgarlik ko'rdik. O'tatish tayyorgarligi 60 soat. Patrik Hillsan. O'rningdan turma. Ko'rsatma. Xo'sh, Hill. Ey. Seni H deb chaqiraman. Qarshi bo'lmasang albatta. Meni esa pulemyot. Chunki doim tez harakat qilaman. O'tirish mashg'ulotiga tayyor
bizga kam bo'lganida boshqatdan o'tarding. Bunday natija bilan Formula 1da qatnasha olmaysan, lekin bizga bo'ladi. Ketdik. Seni rasmiylashtiramiz. Oxirida qancha chiqdi? Unda 1 kilo qovurg'a. Bolalar uchun bir chelak qanachalarni. Qani buni qo'l pulemyot. Og'ayni menga bari $30. Qancha? $30. Ozgina kut. Kut dedim-ku. Ana tashqari cho'z og'ayni. Pulni cho'z, bol. O'zing tanla. 42 ga menga ancha. Qo'ysang chetdan. Bo'linglar og'ayni ekan ko'rmas. Buni cho'zing. Yerda chiqaringlar. O'xshaysan, Stuart. Tezroq. Qani qolinglar. Xonimlar va janoblar, yangi xodimni tanishtiraman. Mana senga. Tanishib oling, H. Ha, yomon emas. Qo'ling tekizmadi ana. Ketdik. Shkafini ko'rsataman. Mana shunisi seniki. Hammasi joyidami? Ha. Nima? Bilinmayaptimi? Yo'q, og'ayni. Sen yangi olingan Rolls-Royce'ga o'xshaysan. Bu temir tersaklarning oldida. Bunisini ismi Bob, bu esa kichkina Dave. Ko'p mashqaga o'xshaysan. Kichkina Dave'dan ta'sirini berishingga tikaman. Unga nima bo'lgan? Ko'rinishidan darroz-ku. U ham shunday o'ylaydi, lekin aqli kalta. Aqlim kaltami? Aynan shunday, Dave. Shu ketishda boshdan ayrilishi mumkin. Uni boshiga nima deysan? Ha, aqli kalta. Lekin bo'yi balandligi aniq. Tushunmadim. Aytmoqchimanki, sen chempionsan. Nima bo'yicha? Tortinish bo'yicha. Ajoyib-ku. Senikimi? Ha, izlayotgandim. Uni xonamga qaytaraman. Unda ola qol. Do'stlaring ko'payib boryapti. Dave o'zi yaxshi yigit. Ko'pincha tasodifan muammo chiqaradi. Masalan, bir safar sichqonni siypamoqchi bo'lib tasodifan o'ldirib qo'ydi. Yozishga esa faqat tilni chiqarib vaqtinchalik shaxsiy qurol. Boshqasini topmagan. Shu qurolga e'tiborli bo'l, hurmat qil. Butun qaytar. O'zimni ham butun qaytaraymi? Muammoing bormi? Bilmadim. Yo'q shekilli. Hujum qilayotganlarda avtomat bo'lsa, to'pponchani nima qilaman? Bunday holat asosiysi yaxshi kayfiyatda bo'lish. Isming bu H. Vodorod bombasi. Hirosimani portlatadi. Yadroviy portlash bo'lsa suvda ham yura olarsan. Senga avtomat kerak emas. Rock yulduzimizning birinchi safari. Juda oson bitadi. Uni omad chopdi. Qurolingni g'ilofdan olma. Tezda ishni tugatib qaytasan. Unga hasad qilishdan boshqa ilojim yo'q. Nimaga? Rafiqang seni sevgani uchunmi? Ajoyib, miya sayniga qarayasan. Seni ham ayolingni sevasanmi? E'tibor qilma. Albatta. Bu kim? Og'aynimi? Keyin tushuntiraman. Hech bo'lmasa o'zingni ishlayotganda ko'rsatish kerak. Bu basharaga kimligini bilasanmi? Faqat ingliz emas. Hazrat oliylari gersog. Ikki nursin. Kichkintoy, seni xursand qilmoqchiman. H bugun Jonni o'rniga boradi. Rahmat so'ra. Azoyda. Oyog'im ostida o'ralashmasang ishlab ketamiz. Bu qanday xavfli ishligini tasavvur qilyapsan, o'zim? Umuman olganda, yo'q. Umuman tushunmayapsan. Biz yirtqich emasmiz. Biz o'ljamiz. Kichkintoy rulda. Oldida u bilan o'tish. Tushundim, xo'jayin. Inkassatorni o'ldirganini eshitdingmi? Ana bu yerda. Asl Dave, uni birinchi kuni. Nima qildi bilish kerak? Ahamiyat berma. U gapini tezda unutadi. Bilaman. Bu fojia. Buni aniq bilmaysan. O'sha kuni rulda men bo'lishim kerak edi. Nega chiqmading? Og'rib qoldim. O'ngroqqa yur. Kasal edim, to'g'risi. Ana va ablah politsiya chiqqan. Bosim o'tkazib meni aybdorga chiqarmoqchi bo'ldi. Daliling juda ishonchli chiqdi. Junursan seni. Onasi uyida tunab qolgan. Taomlari juda mazali. Bank of US'dan 2 millionni olamiz. Dave mashinada qoladi.
Toshkentga ko'p borganman. Savdo-sotiqqa. Ajoyib manzara. Barzangi erkak oziq-ovqatlar orasida yo'laklarda yuribdi. Shirinliklarni ov qilyapti. Shirinliklarni yoqtirmayman, pulemyot. Odatda sun'iy pishloq bilan go'shtni o'rnini bosuvchi maxsus mahsulotlarni olaman. Qayoqqa qarab ketyapmiz? Buni evolyutsiya deb qo'yishdi. Toj asridagi odamdan qand kasali bor uy bekasigacha. Chek emas. Bu haqiqat. Yigit o'zini yaxshi tutdimi? Juda baytga ketvorgan jonolar bilan uchrashuv qanday o'tdi? Ha, unga gap otdingmi yo indamay qaytdingmi? Juda yaxshi uddaladi. Baytsi yerib ketay dedi. Voy, rost aytyapsanmi, pulemyot? Uyg'on, Lefti. Kitob bir gapiryapti, o'tavering. Iskandar bu safar sekinroq yurgin. Ba'zi gamma qaytdi. Qabul qildim gamma. Dugonang qayoqda qoldi? Ular haydovchini ham, kuryerni ham ko'rish kerak. Aks holda o'tkazishmaydi. Bo'ldi gamma, o'taver. Yigitcha pand bermaganga o'xshaydi. Lefti menga ko'proq yoqadi. Lifti hammaga yoqadi. U senga ma'qul keladi. Unda yevropaliklarga xos jihat bor. Faqat buni payqash qiyin. Men payqadim shekilli. Qanday fikrdaligingizni bilmadim-u, lekin u nimanidir yashiryapti. Nega bunday deyapsan? Yigitcha bu ishga munosib emas, o'tmishi mavhum. Biz ham bu ishga munosib emasmiz. Hammaning o'z o'tmishi bor. Birinchi bilyard. Birinchi ish kuni. Odatimiz shunaqa. Albatta, 1 daqiqada chiqaman. Qo'ling kattaligi bilan baribir tushmadi. Ayol kishi chekkada jim turishi kerak. Kichkintoy, universitetda bekorga o'qiganga o'xshaysan. Tez orada boshliq bo'laman. Boshim katta, miyam yaxshi ishlaydi. Aqling kirmabdi. Ko'p ichganing uchun shunday. Ey og'ayni, o'ynaysanmi yo yo'qmi? Bir haftadan keyin sizni tugataman. Tushunmadim, menga tahdid solyapsanmi? Yangi kelgan boshliqqa ma'qul kelibdi. Gapimga ishonaver. Ana u yaramas britaniyalikmi? Unga tupurganman, tushundingmi? Balki yaxshisi buni o'ziga aytasiz. O'ziga ham aytaman. Oy bugun to'lishdi. Endi bo'lilar keladi. Nimalar deyapsan o'zi? Menga qarajon. Sen ahmoqsan. Tupurdim senlarga. Bo'ldi yigitlar, boshlandi. Ey og'ayni, seni mehmon qilaymi? Yo'q. Kechir. Qarshi emasmisan? Menga qara, oldin qayerda ishlagansan? Orange, Delta, Security. Yevropada. Xo'sh, Yevropada vaqtni cho'q o'tkazdingmi? Ha? Juda ham. Gaplashish senga yoqmaydiganga o'xshayapti, og'ayni. Yo'q, nega endi? To'g'ri kelgan bilan gaplashmayman. Seni mehmon qilaman. Faqat ana u yoqda ichasan. Yana gaping bormi?
ko'rishni xohlasangiz, buyruqlarimni bajaring. Haligi xabar berish kerak. Yo'q. Yo'riqnoma esimga tushdi. Kech kerak, shunchaki ketamiz. Ularga 10 ming kerak emas. Ularga 10 ming kerak emas. Hamma pullar mashinada. 2,5 million dollar bor. Agar ketsak, uni olish olmaydi. Tezda ketamiz. Dave. Fikringni jamla, iltimos. Vaziyatni o'ylab ko'r. O'ylab ko'r. Yo'riqnomada shunday deb yozilgan. Ketishing mumkin, xohlamasang mayli. Lekin uni bu yerda qoldirmaymiz. U sherigimiz. Bu pullar xolos. Qisqasi, uni qutqaraman. Ahmoqlik qilmang. 1 daqiqa ketdi. Dugonangiz o'lishini xohlayapsizmi? Mashinani yurgaz. Oldinga yur. Qayerda to'xtashni o'zim aytaman. Yurasanmi yo ketasanmi? Shunisi yetmay turuvdi. Shu yo'ldan chapga. To'xta, yetib kelding. Bo'ldi. Sheriging qo'limizda. Ishkal chiqarsang, o'ylab o'tirmaymiz. Ular hazillashmayapti. Ovozini o'chir dedi. Tezda eshikni oching. Pullarni olib, ularni tezda mashinaga tashlaysiz. Ochsang pullarni olgandan keyin bizni otishadi. Dave, asosiysi xotirjamlikni saqla. Qolganini menga qo'yib ber. Nima qilyapti o'zi? Yaramas, menga qara to'nka. Pullarni mashinaga tashla dedim. Yana bir marta shunday qilsang, qariyani hoziroq otib tashlayman. Xo'pmi? Aytganidek qil. Mablag' harsillashmayapti. Mashinaga deb aytdim-ku, la'nati. Kechirasan. Iltimos qurolni tashla, pullarni olib ketsin. Hammamizni otib tashlashadi, iltimos, to'xta. Ularga pullarni ber dedim. Nima aqlda o'zdingmi? Ketursiz seni. Voy, la'nati. Pullar, la'nati. Pulemyot! Bu o'zlarini qayoqdan topding? Nima deding? Senga aytib bo'pman dedim. O'zing bilasan. Yaxshimisan, Dave? Bunaqaga o'xshamaydi.
Rahmat endi siz janob Hill. Ko'rsatmalaringiz mos tushyapti. Chunki bu haqiqat. Bir narsani tushuntirib bering. Biron yeringiz tindalanmasdan 6 kishini yo'q qildi. Haqiqatda bu ajoyib. Bu sherigini hayotini qutqardi. O't ochish tayyorgarligi bo'yicha yuqori aniqlikda o't ochdingiz, lekin ochish balingiz esa o'rtacha bo'ldi. Arang sinovdan o'tdingiz. Yo sen, yo seni. Bu e'tiborimni jamlashga yordam berdi. Tushunarli. Xo'sh, yana bir gap. Bir videoni ko'rsatmoqchimiz. Kuzatuv kamerasidan Fortico mashinasiga oldingi hujum. İnkasatorlarni o'ldirishganida Men ko'rishim shart emas. Xonani tark etishingiz mumkin. shu hujum bilan kechagini o'rtasida biror o'xshashlik bormi? Nima deysiz? Ana bu yoqqa chiq, tezda. Baqiraymasdan bu yoqqa chiq. Yerga yot. Yerga yot dedim senga. Chaqpon qimirlay tezda. Yashashni Siz qimirlang. ko'rishda davom etasizmi? Ha. Hammasi joyida. Yerga yot. Jin ursin. Janob Hill, biror nima ko'rdingizmi? Janob Hill, o'xshash taraflari bormi? Biror nima ayta olasizmi, Janob Hill? Yo'q. Bu aniqmi? Aniq. Mayli, Janob Hill, keyinroq davom ettiramiz. Tugatdikmi? Ha, bugunga yetadi. Shifokorga ko'rining, dam oling. Rahmat, Janob Hill. Patrik, bir daqiqaga. Bizda qoida bor. Ruhshunos favqulodda holatlardan keyin xodimlarni bir oyga chetlashni tavsiya qilgan. Qurbonlar bo'lsa bundan ham ko'proqqa. Shunga karaxtlik o'tguncha ishxonadan chiqmaysan. Xo'pmi? Shunaqaga o'xshaymanmi? Yo'q, o'xshamayapti. Lekin vaqt o'tishi bilan yuzaga keladi, bilintiradi. Bu faqat seni foydang uchun. Meni ishga yolladingiz. Ishladim. Yo'q, seni ishing pulni tashish. Ishim pulni qo'riqlash. Janob Hill. Salom, Black Holzman. Fortikani xo'jayini kechagi bilan tabriklab, shaxsan minnatdorlik bildirmoqchiman. To'g'ri yo'l tutdingiz. Haqiqiy qahramonsiz. Bu shunchaki gap emas. Bugunga dam olishingiz mumkin. Terri bilan porloq istiqbolingizni muhokama qilamiz. Terri, uni maydonga chiqar. O'sha yili u biz bilan bo'lganida hech nima qilmasdi. Bunday yigitlar bizga kerak. Keyin bu kompaniyamiz uchun shov-shuvli reklama. Sheriklari nima deyotganini eshitdingmi? U ularni ilhomlantiryapti. Uni tez olama, rahbarlantir. Osh. Ha, bu o'sha. Bunisi usulidan tushunarli. U yerda nima qilayotganini ayting. Nima qilayotganini bilamiz, xo'jayin. Juda aqlli bo'lib ketibsan. Bu kinoya edi. Qanday buyruq berasiz? Hech nima qilmang. O'zim Xonaga tulkini biz kiritganimizni bilishsa, mojaro yuzaga keladi. Idora 25 yildan buyon uni izlayapti. Hozir uni qo'lida yuzlab millionlar bor. bu pullarni unga keragi yo'q. Sizlarni bekorga bu ishga jalb qilmadim. Sizlar bilan maqsadimiz bir. Meni tushungan bo'lsangiz kerak. Siz uchun bu oddiy qo'riqchi, oy ishchisi, ikkingiz ham tushundingiz. Ha, tushundik. O'z ishini qilsinmi? Bu nima bo'ldi o'zi?
Ana bu yoqqa chiq, tezda. Baqiraymasdan bu yoqqa chiq. Yerga yot dedim senga. Chaqmoq qimirlang tezda. Yashashni xohlasangiz qimirlang. Yerga yot. Jinursin. Yo'q, kerak emas. 2 daqiqada yetib boradi. 2 daqiqa. Yo'q. Jinursin inkassatorlarni o'ldirdi. Qoyil qoldim, barakalla askar. Haqiqatda suvni ustida yuribsan. Tabriklayman. Marhamat. Boplading o'g'ling. Boplading. Barakalla. Mashinaga chiq barsanga. 3 oydan so'ng. Glossimdan olib ketishga buyurtma qilamiz. Balki Neptundan sho'rva bilan non aytarmiz. Glossimni yaxshi ko'raman. Ha, mayli. O'zing buyurma berasanmi? Bandman. Ha, ko'ryapman. Bu ahmoq nima qilyapti? Nimalar bo'lyapti? Hamma yo'qolsin. Yo'qolinglar dedim. Yo'qol. Orqaga. Hech nimani ko'rmayman. Hamma yo'qolsin. Gamma bazan chaqiradi. Bizga hujum qilishdi. Yo'rg'amaga amal qiling. Ular qurshab olishdi. Shahar markazi, Bradway Hill burchagi. Takrorlayman. Joylik juzon darajada. Tezda mashinadan tushing. Hozir yordamni yuboramiz. Tezda chiqinglar. Mashinadan to'shlaydi. Yerga yot dedim senga. Eshiklarni och. Nimalar bo'lyapti? Qabul. Yerga yot. Senga yerga yot dedim. Qabul. 3 soniyang bor. Yerga yot. Yot deyapman senga. Yerga yot. Men buni tushunmadim. Ular qaytib ketishdimi? Tezda mashinaga chiqdik. Ketdik. Bo'ldi, bu yerdan ketamiz. Ketdik. Tezroq. Ular eshikni ochganda. Mayk, nega bunday qilding? Chunki bu Shunday ketib yuborishdi. kechir. Terri, aytmoqchimanki, sen afsonaga aylanding. Shu yo'sinda davom etsang, oy ishchisi emas, balki shaxsiy taqviming va belging bo'ladi. Shunday davom etaver. Nega yomonlikni o'ylayapsan? U aqldan ozgandek ko'rinyapti. Qahramonsan deyishyapti. Ichasanmi? Nimadir bo'lyapti. U eshni tanigandek bo'ldi. Yovuz ruhni ko'rgandek bo'ldi xuddi. Nega bunday deyapsan? Haqiqatni bilganimda u politsiyachi emas. Politsiyachiga umuman o'xshamaydi. Politsiyachi bo'lmasa unda kim? Yovuz ruh. Spirit. Put that on. Meet me next door. Senga o'shanda aytganidim. Unga ishonmayman. Bu qanday tomosha? O'tir. Nega endi o'tiraman? Uyqum kelyapti. Dana. O'tir.
soniyang bor. Tushuntirib ber. Majbur emasman. Dana, bu juda muhim. Iltimos, bunga jiddiy yondosh. Juda jiddiyman. Sen o'z uyimda meni so'roqqa tutyapsanmi? Jinnursa. Yo xudoyim, bu jamg'argan pullarim nima deysan? Seni nima aloqang bor? Meni eshitmadingmi? Bo'ldi. Yo xudoyim, bo'ldi. Yaxshi, faqat bas qil. O'tir. Ularni topib oldim. Xo'pmi? Grant likordagi yigit pul uchun imzo chekdi. Pulni aravani tagidan unutgan. O'g'ladingmi? Ha, olib oldim. Bu yerda 125 ming. Bu pensiya uchun pullarim. Idorangda sotqin bor. Nimalar deyapsan? Yaxshilab o'ylab javob ber. Yo'q. Pensiya jamg'armasi o'zingda qoladi. Lekin mendan bir nimani yashirayotganingni bilib qolsam, shunchaki bilib qo'y. Niyatim juda jiddiy. Stolda ota-onangning rasmi. O'tgan haftada olishgan. Hamma ma'lumotlar bor. Yaqinlaringni bilaman. Qahrim qattiq. Bir-birimizni tushungandirmiz. Juda so'z. Kuydirilgan yer. 5 oy oldin. Ularning yozishicha iqlim o'zgarishi tabiiy hodisa bo'lib hisoblanar ekan. Inson aybi emas. Muzlar erishini qanday tushuntirasan? Iqlim isishimi? Muz yuqorida eriydi, pastda muzlaydi. Arktikani nega Arktika, Antarktikani nega Antarktika deb nomlanishlarini bilasizmi? Yo'qdagi bilmayman. Aynan shunga o'qishingga pul to'layman. Arktika yunon tilida ayiq degani. Anta esa inkor etish uchun yoziladi. Antarktus ya'ni ayiqlar yo'q degani. Yuqorida ko'p, pastda yo'q. Muz bo'laklarining omadi chopgan. Oq ayiqchalarni emas. Bellashuvning ichida. 6:30 da. Vaqt juda ko'p. Nima qilamiz? Bilmadim, balki ovqatlanarmiz. To'g'ri. Allo, Xo'jayin, nima bo'ldi, Mayk? bizda muammo chiqdi. Hozir sening yordaming kerak. Borib kiyimingni olib chiq. Siz bormaysizmi? Dagi, bo'la qol. Rostdan. Nega? Chunki seni dadangman. Men aytdim. Boshqa birontasini top. Hech kim yo'q, xo'jayin. Hech kim qolmadi. Sendan boshqa. Shu hujjatlarga Yo, bir daqiqaga. Mayk o'g'lim bilanman. Ta'tilga kel deb iltimos qilgandim. Uni usiz ham ko'rmayapman. Bu seni ishing. O'zing bajar. Bu Brendonning vazifasi edi. Lekin uni mototsiklini mast haydovchi urib yuboribdi. Mayk xo'jayinga aytib qo'y. Men umuman aybim yo'q. Mast haydovchi. Hozir politsiya undan ko'rsatma olyapti. Aks holda u yetib keladi. Hech kim yo'q, xo'jayin. Shahar tashqarisidaman. Umoga ularni kuzatyapti. Yordam berardim, Mayk. Lekin hozir u yerdan ketolmayman. Tushunarlimi? Boshqa kunga ko'chir. Albatta, aytsang ko'chiramiz, lekin yana 3 oy tayyorgarlik ko'rishga to'g'ri keladi. Yo'nalishni aniqlashimiz kerak. Ular o'ngga buriladimi yo chapga? Shu xolos, hech qanday xavf yo'q. Xohlasang 1 kilometrda turishing mumkin. Mashinaga datchik o'rnatmadingizmi? Har safar bazaga qaytganda mashina skanerdan o'tkaziladi. Elektronika bizga yordam bermaydi. Tashqi kuzatuv kerak. Keyin xo'jayin, telefoningdan o'sha tarafda ekaning ko'rinyapti. 10 daqiqalik yo'lda takrorlayman, mutlaqo xavfsiz. Dada. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qornim ochdi, balki burrito yermiz. Burritoni yomon ko'rasiz-ku. Ha, shunaqa, lekin och qolganda Mayli. hozir qaytaman. Eshikni yop. Hech qayoqqa chiqma. Xo'p.
Eshitaman, janob. Ikkita burrito, iltimos. Hozir. Xo'sh, Mayk. Men seni ko'rdim. Darvozani ko'rdingmi? U sendan chap tomonda. Ha, Bir daqiqadan keyin shu darvoza ochiladi. O'sha daqiqa boshlanyapti. Chiqqan mashina chapga yo o'ngga burilganini aytsang kifoya. ikkinchisi. O'zing qahva tayyorlashni o'rganib ol. Abba, jinursan. Nima bo'ldi? Hey, mashinadan tush. Nega baqirayapsan? Tezda mashinadan tush. Bo'ldi, Mayk. Bugunga tugatdim. Chaqiruv boshqa manzilga yo'naltirildi. Bo'ldi. Ketdik. Tezda mashinadan tush. Yerga yot. Yerga yot dedim ablah. Tezroq. Qo'llaringni ko'rsin. Yaxshi, ko'zlar pastga. Yerga yot. Yerga yot, mana shunday. Menga qaray ko'rma. Rahmat. Osh bo'lsin. 2 daqiqada yetib boradi. Kerak emas. 2 daqiqa. Yo'q. Jinursan. Inkassatorlarni o'ldirdi. U inkassatorlarni o'ldirdi. Birinchi davom ettiramizmi? Davom ettiramiz. Dagi. Haftadan so'ng. Keskin harakat qilmang. Shifoxonadasiz. Otishma bo'ldi. Siz yaralandingiz, 6 ta o'q chiqardik. 3 ta operatsiya bo'ldi. 2 marta hayotingizni qutqardik. Qoningizning 20% ni yo'qotgansiz. Siz haqiqiy jangchisiz. Siz janob Uist O'g'linchi. Dagi. Yakkayu yagona o'g'lim. Endi u yo'q. Sizga o'xshashni xohlardi. Kunu tun sizni o'ylardi. Jane, bu bizning ishimiz emasdi. O'g'limizni o'ldirdingiz.
siz. O'ta bag'ri tosh odamsiz. Yo'q, odam emassiz. Bundan juda afsusdaman. So'ramasang ham bo'ladi. Tergov boshi ber ko'chada. Yirik o'g'irlik uchun bu noodatiy holat. Lekin birontasi ko'rgan bo'lishi kerak. Har doim kimdir nimanidir biladi, lekin buni aniqlay olmayapmiz. Ularning ro'yxati. Ola qol. Ular senga tirik holda kerakmi? Odamlaring yo'q qilganlarga hech achinmaganman. Unda o'zim bilganimcha bajaraman. 2 haftada 20 yilda ham xayolingizga kelmaganini qilaman. Agar u ro'yxatda bo'lsa, marhamat oq yo'l. Faqat tufayli doim ko'zimni yumib tura olmayman. Bu yog'iga o'zingsan. Brendon. Bo'ldi, bas qil. Bu yerda nafas olib bo'lmayapti. Sen aybing yo'q. Bu mast haydovchi. Senga aytish oson. Axir bu uni o'g'li, yagona o'g'li. Menga qara, muammo chiqqani aniq. Javobgarlikni tan olaylik. Bir-biringiz bilan mojaroga kirishmang. Brendon, o'zingni qo'lga ol. Bu haqiqiy fojia. Xo'jayin, afsusdaman. Dagina hammamiz yaxshi ko'rardik, juda afsusdamiz. Men hammadan ko'ra ko'proq aybdorman. Ularni topish uchun bor kuchimni sarflayman. Kim otganligini bilmoqchiman. Uni ko'rmoqchiman. Albatta. Hozir faqat shuni ustida ishlayapmiz. Oddiy gumonlanuvchilarni istisno qildik. Hamma savollarga javob berasiz. Oxirgi imkoning qoldi. Hamma yo'qni ostin-ustin qildik. Atrofni tekshirdik. Hamma yo'qni tekshirdik. Menga ismi kerak. Unga o'xshash malakaga ega odam. Gumonlanuvchilar tugadi. Bor vaqt, pulimiz, harakatlarni yo'naltirdik. Adolat qaror topishi uchun. Ro'yxat uzun edi. Bu kim? Tushundim. Lekin butun yerga o't qo'ydik. Hech nimani tushunmayapsiz. Bor kuchimizni ishlatamiz dedingiz. Endi buni qanday tushunay? Kuchingiz qolmadimi? Men seni tushundim. I hear the train a-comin'. It's rollin' around the bend. And I ain't seen the sunshine. I don't know when.
Meni kechir, kuning bitdi. To'rjarom, o'ylanib bo'ldingmi? Kech bo'ldi. Hamma ketish kerak, bunday qilamiz. Bizni ham o'zingni ham vaqtingni olmaysan. Hammasini Aqldan ozdim. Xato qilganingni tushunmayapsan, la'nati. Kimligimni bilasanmi o'zi? Juda yaxshi bilaman. Shunga bu yerdasan. Qisqasi tushundim. Tun uzoq davom etadi. Xo'sh, shunda boshlaymiz. Kiydir. Tushunursan. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy. Don't ever play with guns. Bo'ldi, olib tashla. U bilmaydiganga o'xshayapti. Hozir tekshiramiz. Seni juda chapdast deb aytishadi. Juda soz. Lekin baribir ismini aytasan. O'zing uchun emas, u uchun. Nima qilyapsiz? Unga tegmang. Unga tegmang dedim. Unga tega ko'rmang, uni aybi yo'q. Kiydir. Bo'pti. Bittasini aytaman. Aka-uka bitishlar. Boshqasining qo'lidan kelmaydi. Ular haqiqiy ablah, qoradori, odamlar savdosi, iblisni bolalari, qurolli bosqin. Aytishlaricha inkassatorlarni o'ldirishgan. Lekin men buni aytmadim. Aytgan bo'lsam, hoziroq o'ldir meni. Ularga 200 ming ber. Mashina kalitini ham. Suvni berib yubor. Hammasi joyidami? Yo'q, unday emas. U aqldan ozdi. Ular odam emas. Yosh bolalar ham bor. Tozalashga bir kun ketadi. Mike.
go, sweetheart. Drink some water. He's a good girl. How much is in the pot? I'd say 2.5. So, what do you think? I think it isn't them. You gotta tell the boss. Xo'jayin bu yaramas ablahlar talonchilik qilishgan, lekin bu ular emas, reja tuzib ish qilingan. Aka-ukalarning usuli boshqacha. 2,5 million uchun javob berishdi. Endi ularni nima qilamiz? Hech nima qilma bunga. Qizlarning yoshi nechida? Yetarli yoshda. Pullarni ularga tarqat. Bu yerdan kechsin. Xo'jayin, to'g'risini aytaman. To'xtash kerak deb o'ylayman. Ma'lum sabablarga ko'ra hozir o'zingda emassan, xo'jayin. Tanaffus qil. Bunga boshqa kuch sarflay olmaymiz. Aks holda juda zaiflashib ketamiz. Endi boshqa yondoshuvni o'ylab topish kerak. Ichkarida bir odam kerak. Haqsan, Mike. Sizlarni aralashtirmaslik kerak edi. Qisqa vaqtga Londonga qaytaman. Patrik, Irlandiyalik bo'lish shartmi? aytaylik, oying o'sha yerdan. Hammasi har doimgidek. Bu safar sen Louis Shamlik Patrik Hillson. Haydovchilik guvohnomasi, pasporti, viza bor. Soliq to'lovlari, tibbiy karting ham. Jinoyat ishlariga aralashmagansan. 25 yillik ish joying tasdiqlangan. Yevropa ko'rsatilgan ish joylaridan tavsiyanomalar. Hamma ma'lumotlaring Delta Orange Security System tizimiga yuklangan. Keyin birontasi tekshirsa, u yerda 11 yil ishlagansan. Hatto kollejni ham tamomlagansan. 2011-yildan buyon bitta sport zaliga borasan. O'zing so'ragandek qurol uchun ruxsatnoma ham bor. Oxirgisi, mehmonxonada xonangga buyurtma berilgan. Endi yangi odamsan. Kristi, yana bir gap. Sud tibbiyot ekspertizasi xulosasi. Senga bu aniq kerakmi? Olib kelsang bo'lgani. Orange Security'dan tavsiyanomang juda yaxshi. Oilang bormi? Yo'q, ajrashdim. Farzandlar bormi? Yo'q. Ke, seni mehmon qilaman.
Faqat ana u yerda ichasan. Kirsti, bu Fortiko xodimlarining suratlari. Ularni yaxshilab tekshir. Jasadning ekspertiza natijalari. Xuddi hayvonlardek. Sam, o'zing yaxshimisan? Nima ham derdim. Juda kech turyapman. Televizor ko'raman. Ichimlik ichib yana televizor ko'raman. Oyim ba'zida pul berib turibdi. Keyin uxlagunimcha televizor ko'rib o'tiraman. Tuxum pishirishimni aytdim. Og'ayni, sen jim bo'lib qolding. Jim bo'lmadim. Zerikyapman. Nimadan? Ish yo'qligidan. Jin ursin, biz askarmiz. Ha, askarmiz. Televizor qarshisida o'tiribmiz. Afg'onistonda ham bundan yaxshiroq edi. Ortga harbiy qismga qaytaman. Bu zerkish har qanday to'fondan qo'rqinchliroq. Qalaysan, ishlayapsanmi, xo'jayin? Supermarketda yarim stavkada ishlayapman. Hatto yashashga ham yetmayapti. Meni ota-onasi bo'lmaganda ko'chaga haydab chiqarishardi. Ha, to'g'ri aytasan. Karlosni omadi chopganga o'xshaydi. Ertalab 6dan kechqurun 12 gacha ishlayman. Uni pullari juda ko'p, lekin ko'p ishlaganim uchun $1 bermaydi. Oldin arablarni yo'q qilardik. Endi xizmatidamiz. Afg'onlar arab emas. Nima, rostdanmi? Unda kim? Sen o'ylab top. Afg'onlar. Nima qilibdi? Amerikalik emas. Orzumni bilasanmi? Ortiqcha ishlaganim uchun hashamatli uydan biron nimani olib ketishni. Nega o'tiribsan? Nima demoqchisan? Pulni to'lasin. U sendan qarzdor. Qo'limdan nima kelardi? Serjantga ayt. Uni naqd puli bormi? Bu nima? Bu hammasi. Nimani hammasi? Tizimda yurgandan keyin shu qoldi. Bu yerda qancha? 110 ming. 2 Rolex, patik, 6 karatli uzuk, zargarlik buyumlari 40 ming naqd pul. Shoshma. Ya'ni men boshimdan yaralanib 18 ming uchun ishdan ayrildimmi? Kamida $500,000 bor deb o'ylagandim. Qora ishni biz qildik. Hammasini uyushtirdik. Birinchi yaqinlashyapti. Mehnat qildik. Qora bozorga chiqdik. Va mana shu bilan qoldik. Assalomu alaykum. Teng bo'lamiz. Jinoyatchi emasmiz, askarmiz. Yo'q, negadir ishonmayapman. Nima demoqchisan o'zicha? Jim bo'l, Jen. Boshqa joyda noliysan. Shin sindiramiz. Serjant gapirayotganida o'rningdan tur. Sxemani o'zgartiramiz. Vositachilardan voz kechamiz. Bu nima degani? Naqd pul kerak ekan. Naqd pulni olamiz. Bu yerda odamimiz bor. Qayerni aytyapsiz? Inkassatsiyada. 1,180,000 olamiz. Bu 3 yillik maosh bir kunda degani. $168,571. Har birimizga. Bu juda ko'p-ku. Hozir shoshmanglar. 7 kishiga bo'lamizmi yo 6 kishigami? Ha? Kurt, bas qil. Vositachi bo'lmaydi, lekin inkassatsiyadagi erkakning ulushi bor. O'sha erkak
erkak kim bo'ldi o'zi? Seni ishing bo'lmasin. Yo'q, yigitlar, bizda qurol bor. Qarshilik qilsangiz otishimiz aniq. Qahramonlik ko'rsatmang. Siyanoqdanlik qo'lingga. Qo'llar orqaga. Haydovchining ismi nima? Aldasang itdek otib tashlayman. Chet davomini ayt. Jet Riving. Ahmoqona sim. Janoblar, bu yana o'zimizni hurmat qilish imkoni. Shuncha yillik kamsitilishdan keyin hozircha o'z ishingizni tashlamang. E'tibor tortmang, ahmoqlik qilmang, hech qanday tomosha ko'rsatmang. Faqat keragini xarid qiling. Bu senga tegishli. Ha, buni tushundim. Oziq-ovqat yaxshi, poyga mashinasi yomon. Bunday yo'l bilan iste'foga chiqa olmaysan, lekin boshlanishiga chek emas. Qabul. Dev. Tekshiruv. Hammasi joyidami? Hammasi joyida, chet. Hozir boramiz. Barchasi yaxshi o'tganga o'xshaydi, ha? Hozircha shoshmay tur. To'xta! Marhamat. Shu yerga imzo cheking. Ishlar yaxshimi? Yomon emas. Bo'pti, ko'rishguncha. Rahmat. Bilasizmi nima? U yerda yana oltinlar juda ko'p. Ha, ko'p mehnat qilmadik. Maymun ham buni uddalardi. Balki jiddiy ishga kirisharmiz. Bo'ldi yigitlar, keling shoshqaloqlik qilmaylik. Sizlarni bilmadim-u yigitlar, lekin bu yoq juda cho'zilib ketdi-yu. Chiqsin. Tug'ilgan kun bilan Tabriklaymiz. Yildan yilga qiyin bo'lyapti o'chirish. To'g'ri, meni tug'ilgan kunim, lekin sovg'a sizlarga bo'ladi. Og'ayni nimani o'ylab qo'yding? Yangi ish. Katta mukofot bilan. yana bitta furgon. Bu safar unda kamida 6 million. Bu boshqa gap. Urushda ham bizga buncha to'lashmagan. Sabrim tugayapti. Azizim, bolalarni unutdingiz. Ha, 4 bolalar uchun xuddi hayvonlarga o'xshaymiz. Kechirasiz, Kingsley xonim. Keling, men yordam beray. Ma'lumotlar aniqmi? O'zimizning odamimiz bor. U bizdan oldin men bilan xizmat qilgan. Men roziman. Har qanday ishga. Pulni yaxshi ko'raman, lekin o't ochishni yana ham yaxshi ko'raman. Qanday muammo bor? Bu xavfliroq. Tayyorgarlik ko'rib olishimiz kerak. Oldinda 6 haftalik tekshiruv va mashqlar. İki dakika. Bu yana qanday masxaravoz bo'ldi? Ular xalaqit qiladimi? Yo'q, unday emas. Tom hal qil. Bu nuqta seniki. Yigitlar ishni boshlaymiz. Bu eshikni mo'ylab qo'yish kerakmi? Abba, nima bo'ldi? Yo'lda endi tirbandlik bo'ladi. Bo'lmasin.
Hammasi yaxshi. Qani bu yoqqa chiq. 30 soniya. Qani bu yoqqa chiq. Tezda. Baqiraymasdan bu yoqqa chiq. Yerga yot. Yerga yot dedim senga. Chaqqon qimirlang tezda. Yashashni xohlasangiz qimirlang. Yerga yot. Jinursan. Diqqat, politsiya yo'lga chiqdim. 2 daqiqada yetib boradi. Ikkita mashina kelyapti. Yo'q, kerak emas. 2 daqiqa. Yo'q. Jinursan. İnkassatorlarni o'ldirdi. İnkassatorlarni o'ldirdi. Birinchi davom ettiramizmi? Davom ettiramiz. Birinchi yigitchani o'ldirdi. U yigitchani o'ldirdi. Qani. Xavf. O'lgan. Jinursan. Nega otyapsan? Qoldi, bizda 1 daqiqa qoldi. Bari ketdik. Axir oyog'iga tez. Tez, bo'linglar tez. Ketamiz. Tezroq bo'ling. Tez. Ketdik. Ketdik. Tezroq. Oydan so'ng. To'g'risini aytganda, qo'ng'iroq qilishingni kutmagandim. Asosiysi hammasi omon. Buni unutishgan ko'rinadi. Hali unutmaganda. Prens bizga pand berding. Bu yerda o'tirishingni o'zi omad. Tushundim. Pensiyaga pul kerakligini hamma tushunyapti. Bu yig'ilish bilan bizni xursand qilding. Bekor yurib zerikkandim. Tushunib turgandirsiz. Olja qancha katta bo'lsa, xavf ham shu darajada bo'ladi. Hammasi uchun haq to'lash kerak, serjant. Siz bunga tayyormisiz? Bu safar muvaffaqiyatni hech kim kafolatlamaydi. Hech kim hech nimani kafolatlamagan, serjant. Doim yutib kelganmiz. Ha, gapiraver. Kutib charchadik. Agar ish chiqsa, boshqa ishlab o'tirmaymiz. Farzandlarimiz ham. Ish chiqmasa-chi? Unda tamommiz. Reja qanday? Bitta furgonni olmaymiz. Hammasini olamiz. Buni imkoni bormi? Ba'zisi. Qora juma. Qancha? Kamida 150 million. Ikki oy tayyorlanamiz, shug'ullanamiz. Baza gamma yetib keldi. Gamma mashinasi omborga kiryapti. Yetti kishiga bu 17 milliondan degani. Hammasini o'ylab qo'yganman. Olib keldim, janob Rossi. Rahmat, janob Hill. Imzo chek, marhamat. Bu yangi ish rejamiz. Ha, faqat hammasi ichkaridagi odamimizga bog'liq. Nimaga doim bu yerdan xushbo'y hid keladi? Balki meni ko'chamda ham shunday bo'lar. Deb ko'p orzuga berilma. Ertaga qora juma mana ko'rasan. Bunday hazillashma, yetkazishimga to'g'ri keladi. Hazillashyapsan. Yo, jiddiy aytyapsan.
xavf yaqin yo'lamayapti. Undan xavotir olma. U sendan aqlliroq, mo'dalaydi. Bo'pti, yana bir marta takrorlaymiz. Jigar, o'pka, taloq va yurak. Sumkamni hech kim ko'rmadimi? Seni nima Sumkamni, azizim. Yashilma zina yonida. Rahmat, Betsi. bo'ldi? Ketdik. Bugun nima qilasiz? Ishlayman. Do'kondami? Shunday. Keyin o'yinni ko'rgani borasizmi, dada? Jazoga bormasligim aniq. Bo'ldi, ketamiz. Oyi, bo'ling. Xayr, bolalar. Xayr, dada. Oyi. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Oyi, bo'la qoling. Bo'pti, xayr. Bo'linglar, tezda mashinaga. Biz tarafdan hammasi tayyor. Hozir janni olgani ketyapman. Endi hammasi senda. Unutmang, qaytishda boshqa yo'ldan, tushunarlimi? Biror nima bo'lsa darhol madad kuchlarini chaqiring. Bu qora juma. G'azna juda ko'p ishlaydi. Tavakkal qilmang. Bugun 180 millionni kutyapmiz. Bu tushunarli bo'lsa kerak hammaga. Ha, tushundik. Hammangiz, hamma narsa butun ortga qaytsin. Qani, marhamat, Tushunarli. Mashinalarga. Nima? Yoqmayaptimi? Bunaqa uy joyni nega olding? 28,000 $lik mototsiklni-chi? Bu kreditga? Tinchlan, meni nomimga emas. Uni qaytar. Uni joyiga qo'yib ortimdan yur. Ketdik. Bo'ldi, bu oxirgisi. Nima bo'ldi? Bilasanmi, menga ma'qulsan hech. Shunga bir gapni aytmoqchiman. Hammasini. Meni do'stlarim bor. Ularga yordam beraman. Ular esa menga vaqt bilan. Meni og'aynilarim biznesimizda ularga ulush berganman. Sodda qilib aytganda, ularga yordam beraman. Tushundingmi? Hozircha yo'q. Tushunmadim. Ularga furgonlarni aytaman. Ularni o'marishadi. Inkassatorlarni ilojsizlikdan o'ldirishdi. Yigitchadan afsusdaman. Lekin biz g'oliblar jamoasimiz. Harbiycha puxtalik. Endi tushundingmi? Ha. Endi to'liq tushundim. Davom et. Birinchidan, o'qdoni bo'sh. Ikkinchidan, bo'ysunmasang ogohlantiraman, seni o'ldirishadi. Buyruqlarga bo'ysun, shunda tirik qolasan. Ularga nega kerakman? Anchadan buyon katta ishni o'ylayapmiz. Boshqa bunga qaytmaslik uchun. Jackpotni olamiz. Ya'ni ba'zan sizni kiritishim kerak. Keyin yuzingni burib tur. Qachon bo'ladi? Bugun. Ortga yo'l yo'q. Menga nima naf? Tirik qolasan. Kelishdik.
Ha. Kelishdik. Biz tayyormiz. 2 daqiqadan keyin. Gamma baza chaqiryapti, qabul. Baza bu gamma sizni eshityapmiz. Furgonni kameralari o'chdi. Sizlarda nima bo'lyapti, qabul? Ha, nosozlikka o'xshayapti baza. Hozir tuzataman. Sizni tushundim, Gamma. Aloqada qoling. Bugun tomoshaga o'rin yo'q, tushundingizmi? Sizni tushundim. Tuzatishim bilan aytaman. Qabul. Biz tayyormiz. Kameralar o'chirildi. Yuklashga 4 daqiqa. Shu yerda uchrashamiz. A nuqtasida. Asosiysi qahramonimiz ortiqcha harakat qilmasligi, u ichkariga kirishimizga kerak bo'ladi. O'z ishini bajarsin, xo'pmi? Unga ber. Salom yigitcha. Bugun qahramonlik qila ko'rman, boshqa ogohlantirmayman. Meni tushundingmi, ha? Unda qo'lingni ko'tarib qo'ychi. Bo'la qol. Aytganini qil, ayt. O'zingni yaxshi tutsang, ertalab uyg'onarsan, tushunarlimi? Bu yog'iga bo'linamiz. Sen, Brad, Carlos, Jen furgonga. Sen bilan birga ortingizdan yuramiz. Tinchlan, ayt. 2-4-1-1 yetib keldi. Bu baza. Kelaveringlar. Hammasi joyidami? Faqat tirbandlikni aytmasam. Suv ichib ol. Hozir 1 daqiqa. Uni tezda olib keling. Bo'linglar, tezroq. Baza gamma yetib keldi. Kelavering, Gamma. Tayyormisan? Tayyorman. Gamma 2-4-1-1 5-yo'l. Gamma 2-4-1-1 5-yo'l. Kelavering. Bizni payqashmaydi. Ma'lum vaqtgacha. Inkassatorlar soni juda ko'p. Shunga iloj boricha uzoq vaqt ovoz chiqarmaymiz. Shovqinsiz harakatlanamiz. Shovqin qancha kam bo'lsa, shuncha uzoq tosh beramiz. Ey pulemyot. Barchasi joyidami? Hammasi yaxshi. Ketdik, bo'l. Tezda. Qimirlamang. Ovoz chiqara ko'rmang. Yerga yotinglar. Ehtiyotlik bilan oldin seyfni olamiz. Bu Jen bilan Carlosning vazifasi bo'ldi. Hammasi bitta. Bularni oldik. Qo'lingni ko'tar. Qimirlamanglar. Qurolni yerga tashlaymiz. Shoshmasdan. Qahramonlik qilmayapsiz, qahramonlik. Bo'linglar tezda menga. Ichkariga kir, yerga yoting. Senga taklif kerakmi? Qurolni olib yerga tashla, tezda bo'l, ablah. Iltimos qilaman. O'lishni xohlaysanmi? Qahramonlarcha o'lmoqchimisan? Nima televizorda, gazetada chiqishnimi? Unda tavakkal qil.
Yerga yot. Yot dedim. Tezda yerga yot, la'nati. Bo'g'zini bog'lab qo'y. Mana bu yoqqa yot. Hey, Nima deysan? xo'jayinning tug'ilgan kuniga imzo chek. Ke bir narsani ko'rsataman. Kulgidan o'zingni to'xtatolmaysan. Sen Jan Brett dispetcherlik nuqtasini egallaysiz. Pulemyot bilan asirlar pana qo'ydi. Ish bermagan taqdirda o't ochamiz. Ovozingni chiqarma, tushundingmi? Eshikni och. Jenursan, nima bo'lyapti o'sa? Kodli qulf bilan muammo chiqadi. Qurol omborini jiddiy yigitlar qo'riqlaydi, ularni qo'rqitib bo'lmaydi. Ma'lum pallada ular qarshilik ko'rsatadi. Eshikni och. Eshikni och. Yo peshonasidan tarcha ochaymi? 3 soniyang bor. 1 2 3. Bo'pti. Qurolni tushirdim. Darvozani och deyapman. Qurolni qanday kiritaman? Qo'ling bilan kiritasan. U avariya holatida yopiladi, o'zing ochishi mumkin. Bo'ldi, qahramonlik qilishmoqchi. Ikkinchi eshikni och. Ertami kechmi ular miltiqdan otishni boshlaydi. Mana ushla, olinglar. Bizga zirhli plastina kerak. Oxirgi imkoniyating qoldi. Jenursan, bu eshikni och, meni o'ldirishadi. Otdik. Tayyor. La'nati. Hech kim qimirlamasin. Shunga nimalar bo'lyapti? Ichkariga, tezroq. Yo'q, ey. Xudoga mey bas qiling, emas. Qayerdan yaralanding? Senga aytyapman. Elvis, takrorlayman. 4-chi yaralandi. 4-chi yaralandi. Yo'q, xudoyim ey, bas qiling, kerak emas. Meni farzandlarim bor, iltimos o'ldirmang. Iltimos. Mana shunday. Kerak emas, iltimos. Elvis, o'ynagani kiraver. Birinchi, vaqtni hisoblashni boshla. Tushundim. Beshinchi, hammasi toza. Hammasi shu yerda. Oyoq qo'li bog'langan. Uchtasi bu yoqda, ikkitasi u yoqda. Maxsus bo'linmani chaqirishdi. Signalizatsiya ishga tushishi bilan politsiya 2 daqiqada keladi. Lekin binoga kira olishmaydi. Xohlaganda ham jur'at etisha olmasdi. Umuman ular bilan ishimiz yo'q. Maxsus bo'linma kelguncha 8 daqiqa. 18 tonnali furgonda politsiyadan o'tib ketamiz, lekin maxsus bo'linma boshqa gap. Bu yerda qololmaymiz. Chiqishni yopguncha ketish kerak. Tushunarlimi? 8 daqiqa, 8 daqiqa. Bizda yaralanganlar bor.
Tezda yordam kerak. Yuqori shaylik, ularda hujum quroli bor, zirhli nimchalari ham bor. Yaralanganlar ko'p. Yaralanganlar bor. Maxsus bo'limani chaqirdik. Tezroq. Yo'riqnomaga ko'ra maxsus bo'limani kutamiz. Sen ursin ularni. Shoshma. Ikkinchi, yuklangandan keyin 3-furgonga chiq. Yerga qara dedim. Nima gapimni eshitmading? Uchinchi tezda yukla, 5-ni olib kelaman. Yana nimalar bo'lyapti? Bu qo'riqchi, uni otib tashlanglar. Tezroq kelinglar. Iltimos. Otishmani eshityapman. Yetti daqiqa qoldi. Jinosan. Toza. Bo'ldi. Jin ursin, men tutaman. Signalizatsiyani eshitdingmi? Yordam kelyapti. Endi nima qilamiz? Burdan istaganingni qil. David yo'q. Menga qara, ulardan zirhi bor. Ular o'g'rilar. Bu seni pullaring emas. Bo'ldi. Yashirin bo'la qol, bo'l. 6 daqiqa qoldi. Birinchi, 4-chi yaralangan. Takrorlayman, 4-chi yaralangan. 3-chini ko'rdingmi? 3-chi, javob ber. Kim otdi? Uchinchi yaralandi. Kimdir ishlayapti. Elvis binoni tark etyapti. David qurolni tashla, yashirin. Maxsus bo'limga kelib qoldi. Hozir kiraman. Yo'lakka kimdir kirsa otib tashlayman. Kerak emas. Chiqaver, seni otmayman. Bo'l. Chiq. Senga tegmayman. Tezroq. Mana tezroq. Ketdik. Maxsus bo'limni jo'nating. Vertolyotlarni ham hammasini. Ol. Yashirining. 4 daqiqa. 4
yerda ko'zga tashlangan gap emas. Stewart, to'pponchani ber. Kelmasin bo'lmayapti. To'pponchani ber. Rahmat. Nima qilyapsiz? Tezda, ketamiz. Buni qol. Kichkintoy. Bu pulemyot. Pulemyot? Bo'l, menga yordam ber. Pulemyot? Nimalar bo'ladi? Hammasi joyidami? Joyida, ketdik. Furgonga pullarni yuklab bo'lganimizdan keyin politsiyaga zarba beramiz. Bunga burilamiz. Ular vertolyotdan ta'qib qilishadi. Lekin bizni to'xtatib qolish olmaydi. Tezda ketamiz, bo'la qolinglar. Takrorlayman, ular shosсе bo'ylab harakatlanyapti. Kim ursan? Bu yerdan ikkita uchrashuv nuqtasi bo'ladi. T binosiga kirish uchun. Shu darvoza ta'qibchilar uchun to'sib bo'ladi. Mukashlamani o'zgartirmaydi. Reja bo'yicha harakatlan. Tayyorlandik. Bu maxsus bo'linmani taxminan 5 daqiqaga to'xtatadi. Ular qopqonga tushdi, otib tashlaymiz deb o'ylashadi. Lekin tezda juftakni rostlaymiz. Binolar orasidagi bog'lovchi tunnelni hech kim bilmasligi Yo'q, bu bironta chizmada yo'q. 57-yildan buyon qayd etmay qo'yishgan. Ular qurshab olindi. Maxsus bo'linma voqea joyida qabul. Guruhi tashqariga joyni egallang. Serjant, yaxshimisan? Hechqisi yo'q. Yashayman, ishingga qayt. Bo'la qol. To'siqlarni o'rnatyapmiz. Bo'ldi, ketdik.
xavfli. Kimdir ortga qaytmaydi. Faqat bir kishi tirik qolsa, u oilalarimizga yordam berishi shart. Afsuski ishonqiramay turibman. Meni faqat Jen tashvishga solyapti. Bunday pul turganida hech nimani kafolatlab bo'lmaydi. U askar buyruqlarga bo'ysunishi shart. Serjant qani? U qoldi. Bu nima deganing? Serjanting o'ldi. Bu yerda kvadrotsiklga o'tiramiz. 3 kilometrdan keyin Priusga. Hammasini unga olib o'tamiz. Tirik qolganlar quruvchilar mashinasida yo'lga chiqadi. Qimirlama, ulgurmading. Guruh olg'a. Qurolni tayyorlang, qabul. Xuddi shunday. Chiqish yo'llarini tekshiring. Diqqat qiling, olg'a. Tezroq. Kim ursin, la'nati. Gumonlanuvchilardan biri o'ldirilgan, qolganlar yo'q. Yana odamlar kerak, qabul. Yer osti tunnellari ko'p. Kapitan, bu yerda tunnellar tarmog'i bor. Quyon iniga o'xshab tarmoqlab ketgan. Havodan kuzatish kerak. Meni tushundingizmi? Qabul. Kuzatuvda davom etamiz. Hammasi tushunarli. Kuzatuvda davom eting. Tezroq, tezroq. Chaqaloq harakat qiling. Ko'ryapman. Hammasini ko'rib turibman. Ko'zdan qochirganim yo'q. Albatta qo'lga olamiz. Xotirjam bo'ling.
Javob bermaysanmi? Senga nima kerak? Pulni olgani kelding? Yo'q, pul kerak emas. Mana buni o'qib ko'r. A1 va A2 o'qlari o'ng o'pkaga kirib, a'zo susayishiga sabab bo'ldi. B1 o'qi jigardan o'tib, B2 taloqni parchaladi. S1 va S2 o'qlari yurakni jarohatladi. O'lim sababi qon yo'qotish va jarohatlar. O'lim turi qotillik. Qisqasi, jigar, o'pka, taloq va yurak. Senga nima kerak, la'nati? Seni jigaring. Ablah. Seni o'pkalaring. Taloq. Bilib qo'y. Uni ismidagi edi. Ish tugadimi? Tugadi. Favora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Mirzohid Eshmatov. Dublyajda aktyorlar Sanjar Sadullayev, Behzod Muhammad Karimov, Boyir Xolmirzayev, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov va Mohira Nurmatova ovoz berishdi. Rejissyor va ovoz rejissyori Jamshid Tangriberdiyev. Rejissyor yordamchisi Ra'no Suyunova. Montaj ustasi Hamidulla Latipov. Texnik xodim Muhammadali Rashidov. Muharrir Baxtiyor Karimov.